Assalomu alaykum azizlar. Mana sizlar bilan Ramazon tuhfasi silsilasidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatni Aleksandr Makedonskiyni hayotida yuz bergan bir voqea bilan boshlamoqchiman. Makedonskiy Hindistonga yurish qilganda uni chekkasidagi bitta kichkinagina davlatni shunaqangi bir osonlik bilan olgan, hech kim qarshilik ko'rsatmagan va qo'shnilar bilan mamlakatga kirib olganda xalq ularga e'tibor qilmagan, o'sha ashulalarni aytib, raqslarga tushib, Allohga hamd va sanolar aytib, hayotini oldingidek davom ettirib yurgan. Podsho umuman qarshilik ko'rsatmagan, indamasdan bo'ysungan. Podshohlikda hatto ular bilan olishadigan hech qanaqa armiya ham bo'lmagan. Keyin Makedonskiy podshoni oldiga chaqiradi, bu holat sababini so'raydi. Shunda podsho aytadiki, podsho o'sha hamma daromadni o'sha mamlakatni rivojlanishiga, xalqni o'sha hayotini yaxshilashga sarflaganini, o'zini himoya qilish uchun hech qanaqa armiyasi tashkil qilinmagan, kimdir bostirib kelishi, ularni hayotiga ta'sir qilish mumkinligi haqida o'ylashmaganini ham aytadi. Nima uchun sizlar bu darajada xotirjamlikda, nima uchun kimdir kelib bizga urush qilib, bizani mana shunaqa holatga tushirish mumkin deb o'ylamagansilar desa, podsho aytadiki, bularning hammasiga sababchi mani vazirim deydi. U tariqatchi inson bo'lgan ekan, sufiy bo'lgan ekan va u inson har doim xalqini ma'naviyatini tarbiyalash bilan shug'ullangan ekan. O'shaning uchun xalq kelgan vaziyatni shundoq qabul qilib, olishmay, taslim bo'lib, o'yin kulgi xursandchiligini yana kelgan joydan davom ettirib yuribdi. Keyin podshodan so'rayapti, mamlakatingda bironta mirshab, nozir, harbiy yoki davlatni xodimlarini ko'rmadim. Hamma odamlar bir-biri bilan juda ham mehribon aka-ukadek. Sanlik bu narsa даже menga yoqyapti, sen bunga qanaqa berishding deb so'rasa, bu hammasi meni emas, vazirimning xizmati natijasi. Vazirim tariqat kishisi bo'lgan, ya'ni sufiy bo'lgan ekan. Qani o'sha vaziring? Men o'sha vaziringni ko'rish istayman desa, u endi hozir yo'q, u tarki dunyo qilib tog'larga chiqib ketgan debdilar. Keyin nima bo'lsa ham o'sha odam bir marta bo'lsa ham ko'raman, o'sha odam bilan gaplashaman deb qat'iy oyog'ini tirab turib oladilar va o'sha odamni topinglar deydilar. Lekin u odamni hech ham topisha olmaydi, rosa qiynalishadi, chunki tog'larda bir g'orga kirib ketgan bo'ladilar. Lekin Aleksandr Makedonskiy juda qattiq talab qilib, hamma yoq odamlarni jo'natib, oxiri vazirni topishadi-da, keyin o'sha juda qari bir mo'ysafid kishi bo'ladi. Keyin o'sha Aleksandr Makedonskiy mana shu zabt etib keldi, shundoq buyuk shaxs san bilan uchrashmoqchi, o'sha odam seni chaqiryapti deb haligi tariqatchi sufiy odamga aytsa, u odam aytadiki, bu nima degan gap? Bu juda ham ahmoqona g'oya. Odamlarni bosib olish, o'ziga bo'ysundirish, taslim ettirish degan g'oyani o'zi ahmoqona g'oya. Men bunaqa odam bilan uchrashmayman. Men bunaqa odam bilan uchrashishni istamayman, chunki u meni nasihatimni eshitishga ham noloyiq deb aytgan ekan. Ko'ryapsizmi? Bunaqa qonxo'rlik, mashhurlik, siyosat bilan shug'ullangan odamlarni tariqatchilar judayam nafs bandasi, nafsga berilib ketgan, ma'naviyatdan uzoqlashib ketgan deb hisoblashgan. Ularni zo'ravonlik, qonxo'rlik qilib, bir davlatlarni bosib olishga intilib, xalqlarni o'ziga bo'ysundirishi, bu yerdagi hayotni buzish, yerni do'zaxga aylantirish deb hisoblashgan. Sufiylarda yagona bitta prinsip bor, vahdatul vujud degan. Va ularni asosiy g'oyasi faqatgina Xudo bor, ya'ni la ilaha illalloh bo'ldi. Bu g'oyaga asosan dunyodagi neki bo'lsa hammasi Alloh hisoblanadi. Hammasi Allohning shakllari, ya'ni vahdatul vujuddagi hamma narsa uniki, o'sha uning yaratgani, uning moddiy ko'rinishi hammasi unga tegishli. Hammasida uni quvvati bor va hammasi Alloh bilan uzviy bog'liq. Hamma narsada Xudoni ko'rishga harakat qilishgan ular.
ular har bir insonda Allohni quvvatini, chastitsasini, ruhini ko'rish kerak deb hisoblashgan va hech narsani yaxshi yomonga bo'lishmagan, hech narsadan xato qidirishmagan, hech narsani muhokama qilishmagan. Mana sufizmni asosiy g'oyasi shuki, qalbing Allohda, qo'ling mehnatda, ko'rvasmi, diling Allohda, boshqalar bilan ishing bo'lmasin. Insoniyatga o'sha qo'ling bilan, diling bilan xizmat qil, yordam ber. Har bir insonda faqat uni ko'r, hammani hurmat qil. Hamma narsani, hatto jonzotlarni, o'simliklarni ham, bular ham Allohning yaratmishi deb hurmat qilgin deyilgan. Endi birovlarni aybini topib muhokama qilish esa eng jirkanch ish hisoblanilgan. Afsuski, oxirgi vaqtda shunaqa bo'lib qoldiki, odamlar balki mashhur bo'lish uchun qiladimi yoki ichidagi hasadi sababli qiladimi, bir-birini aybini gapirishni odatga chiqarishdi. Bir-birini kamchiligini topishni, bir-birini hatto internet tarmoqlarida ham bir-birini muhokama qilishvatdi. Hatto kimdir qachon qancha pul oylik olishi, nimadir qilishi, nima kerak bor shu narsalar? Bilasizmi, har bir bizni boshqalarni muhokama qilishimiz, har bir xato so'zimiz uchun biz javob beramiz. Bitta xato gapirib qo'ygan gapimiz, bu bizdan chiqqan minus quvvat, bu qaytib o'zimizga kirmaguncha qo'ymaydi. Bizlarning qilgan har bitta xatomiz o'zimizga qaytib kiradi. Ya'ni biz o'sha xatoni qaytadan o'zimiz bo'lib yashab o'tamiz. Kimnidir muhokama qildingizmi, o'shani holiga tushasiz. Bu bo'ldi, ketdi, u yozildi. Bu siz birovni muhokama qilib qo'yganingiz bo'ldi. Istig'forni etib Allohdan qancha kechirim so'rasangiz ham, baribir uni ma'lum ma'noda, agar istig'for etmasangiz, aniq ma'noda siz o'sha odamning hayotida yashab o'tasiz. Bugungi suhbatning asl mazmuni g'iybat haqida edi, azizlar. Ya'ni endi g'iybat bu nima o'zi? G'iybat boshqalarga ular haqida, ular eshitganda yoqmaydigan gaplarni gapirish. Hatto odam ko'zi bilan, nigohi bilan ham g'iybat qilishi mumkin. Azizlar, bu past chastatali quvvat, bizdan chiqayotgan energiya borliqni bulg'ash bo'ladi. Mana vaqtadil vujud nurdan yaratilgan. Nur bu juda katta quvvat, sevgi quvvati. Alloh butun vaqtadil vujudni, butun borliqni nurdan yaratgan. Buni fizika isbot qilgan. Buni men to'qiyotganim yo'q. Nurni tezligi kamayganda moddiylashadi, moddiyat paydo bo'ladi. Nur mana shu quyosh nuri egilishi, bukilishi, oqishi mumkin. Buni fizika isbot qilgan. Bu meni gapirgan gapim sun'iy gap emas. Men o'sha ilmiy asoslangan gapni gapiraman. Nurni har xil ko'rinishda. Nur aslida o'sha otash, olov unsuri, o'sha Alloh o'sha alif to'shini birinchi quvvati bo'lgan olov unsuri, ana o'sha olov unsurini sekin esda quvvat kamayib, undan turpoq unsuri, undan suv unsuri, undan havo unsuri pasaygan. 4 kilovat bo'lsa, 2,5 quvvatgacha pasayib 4 unsur paydo bo'lgan. Butun borliq mana shu unsurdan olov, ya'ni nur unsuridan yaralgan. Bu unsurning chastotasi eng yuqori chastota bo'lgan, juda katta tezlikda tushgan, juda katta tezlikda. U quyosh nuridan ham katta tezlikda paydo bo'lgan. Birinchi Alloh yaratayotganda quyosh nuri sekundiga 300,000 kilometr bo'lsa, u undan katta tezlikda bo'lgan. Yangi o'sha birinchi dunyoning yaratilmishligi nur, Alloh yaratgan birinchi nur juda katta tezlikda. U keyin sekin bo'lib moddiy narsalar yaralib keturgan, tezlik kamaygan sari. Buni Lucy kinosida ko'rsatilgan, podskaska bo'lgan, kim ko'rgan bo'lsa o'sha yerda eslasa bo'ladi. Avtomobilni tez yurayotganda ko'rmay qolishini ko'rsatadi. Sekinlashganda avtomobil ko'rinadi. Shunaqa bizni tushunchalar, g'oyalar moddiyatga shakl beradi. Bizni hissiyotlar shakl beradi. Xuddi shunaqa qilib, ana o'sha 4 unsurdan moddiyat sekin yaralgan. Asos nur, asos oliy quvvat nur. Ana o'sha oliy quvvat nurning chastotasi sevgi chastotasi, ilohiy mehr, muhabbat chastotasi hisoblanadi.
Dunyo sevgi chastotasida yaralgan, sevgi emotsiyasida yaralgan. Mana shu borliqni ushlab turgan quvvat, ilohiy nur quvvat, sevgi quvvati, bilinglar shuni. Sevgi quvvatiga zid bo'lgan hamma chastotali, hamma past chastotali hissiyotlarimiz iblisona hissiyot hisoblanadi. Shaytonga tegishli hisoblanadi. Allohga tegishlisi mehr, muhabbat, silay rahim, do'stlik va hokazo desak, buni aksi hammasi cho'rnay materiya, qora materiya, bular iblisga, shaytonga xizmat qiluvchi energiyalar hisoblanadi va bular biz ishlab chiqaramiz. O'zimizni iblisona, shaytoniy xususiyatlarimiz orqali biz yaratamiz. Biz o'zimizni o'sha asliyatimizdan uzoqlashganimizda, asl holatimizda biz faqat ilohiy hissiyotlar yaratamiz. Asl holatimizdan uzoqlashganimizda, ya'ni shaytoniy holatimizga kirib qolganimizda, shaytonga bo'ysunganimizda, shaytonni aytganini qilganimizda, bizning tilda aytganda, biz past chastotali quvvatlar ishlab chiqaramiz. Bular past chastotali quvvatlar, bular hammasi hasad, g'azab, nafrat, odamlarga yomonlik tilash, alamzadalik, odamlarga podnoshka berish, mana sudxo'rlik, poraxo'rlik, fohishalik va hokazo, hammasi past chastota quvvat. Bular hammasi iblisona quvvat. Lekin hamma quvvatlar bitta quvvatdan, nur quvvatini energiyasi kamaygan sari, quvvati kamaygan sari, o'sha chastotasi tushgan sari, borgan sari, past chastotaga tushgan sari, ana o'sha eng past chastotada hosil bo'ladigan quvvatlar. Asli nurdan paydo bo'ladigan asliyatimizga bitta Xudoga tegishlaymiz. Tushunyapsizlarmi mana? Tushuntira olmayman azizlar. Mana xullas, agar siz qancha pastga tushsangiz, shunaqa yomonliklar chiqarasiz, hasadgo'y bo'lasiz, boshqalarni muhokama qilasiz, boshqalarni g'iybat qilasiz va jamiyatni bulg'aysiz. Mana bu ilohiy quvvatdagi ravnaq topib rivojlanib ketish kerak bo'lgan jamiyatni siz o'zingizni men yaxshilik qilmoqchiman deb o'ylaysiz, yaxshilikka o'zgartirmoqchiman deb o'ylaysiz, muhokama qilib boshqalarning kamchiligini topib gapirasiz. Aksincha siz buzg'unchilik qilasiz. Aksincha siz o'zingiz bilmagan holda vahdatul vujudni quvvatini tushirib pastga buzg'unchilik qilasiz. Bu uchun esa Alloh taolo siz jazolaydi. Allohni yaratmishini, mana shu vahdatul vujudini muhabbat sevgidan yaratilgan pok, go'zal, rivojlanuvchi borliqni bulg'adingizmi? Endi albatta o'sha bulg'agan quvvatingizni o'zingizga qaytarib kirgiziladi, toki uni siz o'zingiz qaytib ichingizga olasiz, ya'ni yashab o'tasiz va uni istig'forlar bilan to'xtatib kechirim qilasiz. Kimdir yashab o'tish jarayonida yana yangisini yaratib qo'yadi, yana katta buni karma qonuni deydi, karma yaratadi. Azizlar, o'zingizga yomonlikni chorlamanglar. Yaxshisi faqat o'zingizga nimani istasangiz boshqalarga ham shuni istanglar. Boshqalarni aybini topib muhokama qilgandan ko'ra, har kuni Allohga istig'for etib, go'zal duolar qilinglar. Sizdan chiqayotgan mana shu borliqqa chiqayotgan yaxshilik o'zingizga 10 barobar bo'lib qaytadi. Qur'oni Karimda har bir qilingan yaxshilik 10 barobar qaytaraman degan Allohning va'dasi bor, shu oyat bor. Sizga 10 barobar bo'lib qaytadi. Yomonlik ham, yaxshilik ham. Keling, yaxshilik qaytsin. Keling, chiroyli duolarda bo'ling. Sizga faqat yaxshilik qaytsin. Borliqqa, mana shu Allohning yaratmishi go'zal borliqda, sevgida yaralgan borliqqa sevgisini chiqaringlar, duo qilinglar. Har kuni hammaga, farzandlaringiz, qarindosh-urug'ingiz, qo'shnilaringiz va nihoyat o'zingiz, jamiyat, hammaga go'zal tilaklar bildiringlar.